Agar biz maktabingizga remont patkulish xizmatini ko'rsatsak, shu 3 ta ishni 100% qilgan bo'lardik. Birinchi navbatda maktabning 3D modelini ishlab chiqamiz. Uska orqali mebellar joylashuvi, devor ranglari va interyerning yakuniy ko'rinishini oldindan ko'rib chiqamiz. Ish aynan shu model asosida boshlangani uchun ortiqcha xarajatlar bo'lmaydi. Mijozga yoqmagan narsalar esa 3D dizayn qilish davomida o'zgartiriladi. Ikkinchi qiladigan ishimiz karkas xizmatimiz orqali xonalarni to'g'ri o'lchab ajratib chiqamiz. Agar maktab xonalari noto'g'ri o'lchamlarda ajratilsa, siz dizayn qilishda ham ko'p muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shu sababli remont jarayonida karkas juda ham muhim hisoblanadi. Uchinchi va eng muhim bosqich xonalarni jihozlash va rang tanlash. Bu jarayonda har bir detal e'tiborga olinadi. Kichik yoshdagi bolalar uchun yorqin, qiziqarli ranglar, katta sinflar uchun esa diqqatni jamlashga yordam beradigan ranglar tanlanadi. Laboratoriyalarda bo'lsa, maxsus jihozlar uchun qulay joylar ajratiladi. Agar siz ham maktabingizni qurishni yoki remont qilishni istasangiz, hoziroq bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga albatta yordam beramiz.